Hammaga assalomu alaykum. Bugun turk tilida o'tgan zamonning davomi bo'lgan mishli o'tgan zamonni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda dili o'tgan zamonni ko'rib chiqqan edik. Xo'p, mishli o'tgan zamon nima uchun qo'llaniladi desak, endi mishli o'tgan zamon biror bir xabarni boshqa birovdan eshitganimizda, duymak eshitganimizda qo'llaniladi. Masalan, Ali gelmish dedik. Biridan duydim. Man o'zim Alini ketganini, kelganini ko'rmadim. O'zim ko'zim bilan ko'rgan ma'lumotim yo'q. Birov menga aytdi va o'shaning uchun Ali gelmish dedim. Agar o'z ko'zim bilan ko'rsaydim, Ali geldi derdim. Keyin sonradan farq etma. Keyin nimanidir bilib qolish. Masalan, kapıyı açık bırakmışım. Şimdi fark etdim. Uydan chiqayotganimda eshikni ochiq qoldiribman. O'sha vaqtda bilmaganman. Endi xayolimga keldi. Keyin bilib qolish, ya'ni sonradan fark etma. Taxmin varsayim. Çok yorilmish olmalı. Yorilmak charchamoq degani, çok ko'p juda charchagan bo'lsa kerak. Taxmin bor, aniq bilmaydi. Yoki hozir oldida emas, ko'rgani yo'q, juda charchagan bo'lsa kerak. Keyingisi rivoyat so'ylenti. Masal dili, ya'ni ertaklarda, rivoyatlarda mishli o'tgan zamondan foydalanilar ekan. Bir varmish, bir yo'qmish, ya'ni bir bor ekan, bir yo'q ekan deganda turkchada mishli o'tgan zamon ishlatilar ekan. Hop. Endi qo'shimchaning qo'llanishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda biz yuqorida mish dedik. Mish to'rt xillik, to'rt shaklli qo'shimcha bo'lganligi uchun mana bunaqa to'rt xil unli bilan keladi. Mish, mush, mush, mush shaklda. Bunda nima qilamiz? Doimgiday fe'lning oxirgi unlisiga qaraymiz. Masalan, gelmak fe'lida ko'ramiz. Demak, gelmakda unlimiz va i'dan keyin qanaqa bo'lardi? Nuqtali i kelardi. Ben gelmişim. Mana bo'lganligi uchun ben gelmişim. Sen gelmişsin. O gelmiş. Biz gelmişiz. Siz gelmişsiniz. Onlar gelmişler shaklda bo'ladi. Demak, hop, yuqoriga ko'taramiz. Keyingisi inkor shakli. Inkor shaklda biz dili o'tgan zamonda ham ko'rgandik. Ma'mi inkor shakl edi. Mishli o'tgan zamonda ham ma'mi inkor shakl hisoblanadi. Endi o'zbekchada mishlini darak shakli kelibdi bo'lsa, inkor shakli kelmabdi shaklda bo'ladi. Bu turkchada fe'ldagi unliga qarab ma'mi qalin bo'lsa ma, inja bo'lsa me shaklda o'zgaradi. Gelmemiş, kelmabdi. Yapmamış,
A bo'lgani uchun qilmabdi. Ko'rmamishim. Ko'rmabman. Dun beni aramamish. Aramak degan telefon qilmoq degani. Kecha menga telefon qilmabdi shaklda bo'ladi. So'roq shakli esa to'rt xillik me bilan yasaladi. Aa, Oxirida ajratib yoziladi doimgidek. Masalan, kelmishmi, kelibdimi, yapmishmi, qilibdimi, yurmushmi, musun. Ya'ni ko'rganmisan shaklda bo'ladi. Endi biz ni ham mishni ham o'tgan zamon dedik. Bularni farqini ba'zilarini aytib o'tdik, lekin hammasini bir ayirib aytmadik. Demak, ko'rlan geçmiş zamonla farqi. Ko'rlan geçmiş zamon degani dili zamon degani. Xo'p, u bilan qanday farqi bor? Ko'rib o'tamiz. Demak, dili zamon mana bu ko'rlan geçmiş zamonda d qo'shimchasi, mishli geçmiş zamonda mish qo'shimchasi. Bunda biz o'zimiz ko'rgan, bilgan ma'lumotlarni aytishda foydalanamiz. Doğrudan ko'rdim. Masalan, keldi diyor. Ya da yaptım diyor. Qildim, keldi, oldi shaklda o'zimiz ko'rsak, bilsak, aniq ma'lumotimiz bo'lsa, dni ishlatamiz. Birovdan eshitsak, keyin bilib qolsak esa mishni ishlatamiz. Kelmish, kelibdi, yapmishim, qilgan ekanman, qilibman shaklda. Ya'ni mana bu yerda ham ko'ryapmiz. Keldim. Aniq shaxsiy denayim, ya'ni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Kelmishim sonradan farq. Ya'ni keyin bilib qolish.